Hammaga salom. Dallas Usmonov kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz Jahon chempionatida eng kuchli jamoalardan biri Fransiya tarkibini obzor qilamiz. Dallas o'yinida ko'ramiz, eng kuchli jamoa rostdan ham Fransiyami Jahon chempionatida. Xo'p, asosan biz nimaga qarab baholaymiz? Reytingiga va hozir o'ynab turgan darajasiga qarab baholaymiz o'yinchilarni. Xo'p, eng kuchli 11talikni tanlab olamiz va ba'zi joylarda kamchilik bo'lsa o'zimiz qo'shamiz. Xo'p, darvozada Magnan Milan jamoasida o'ynaydi. Hozir darajasi 83 reytingda. Milan A Seriyada unchalik zo'r o'ynamagan bo'lsa ham, lekin darajasi oshib bormoqda bu darvozabonni. Xo'p, Jules Koundé Barselonaning o'ng qanot himoyachisi. Barselona bilan La Ligani yutdi, yaxshi mavsum o'tkazdi va reytingi 83 holatda va Fransiyada ham yaxshi o'ynaydi katta ehtimol. Xo'p, Koundeni Barselona oldingi jamoasi qaysi bo'lgan? Shuni ham kommentariyga yozib ketinglar. Xo'p, keyingi o'yinchimiz Saliba. Angliya Premyer Ligasi chempioni bu mavsum Arsenal bilan birgalikda darajasi 84, yaxshi holatda, Fransiyada ham asosiy himoyachilardan biri. Xo'p, Upamecano ham Bavariyaga o'tgandan keyin ancha o'zini ustida ishladi va o'yin darajasini qo'shdi va hozirda Dallasda reytingi 83 holatda va Bavariya bilan Bundesligani g'olibi bo'ldi. Yaxshi mavsum o'tkazdi. Hernandez ham Al-Hilolga ketgan Arabistonga, shuning uchun uning darajasi biroz tushgan, lekin Fransiya uni chaqirdi, chunki chap qanot himoyachisi ko'p emas Fransiyada. To'g'ri, Realda o'ynaydigan Mendylar bor, lekin u asosan jarohat olmoqda hozirda. Xo'p, endi yarim himoyaga o'tamiz. Himoyasini ko'rdinglar. Katta ehtimol bunaqa himoya uncha terma jamoada yo'q. Shuning uchun himoyasiga bemalol 10 dan 9 ball qo'ysak bo'ladi. Xo'p, yarim himoyada Kanteni hozir qo'ymay turamiz, chunki o'rniga Rabiotni qo'yamiz. Rabiot ham yaxshi mavsum o'tkazdi. Reytingi oshib bormoqda, uni ham yana oldingi formasiga qaytmoqda va hozirda reytingi 81 holatda. Va Chouameni ham Realdan ketish ehtimoli bor va darajasi Dallasda 82 edi, hozir 81 darajaga tushgan. Ammo yarim himoyada boshqa variant yo'qligi uchun to'g'ri Zaymeri darajasi ko'tarilishi mumkin 80 yoki 81 ga, sababi PSG bilan Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi. Xo'p, endi hujumga o'tadigan bo'lsak, hujumga biz biroz o'zgartirish kiritamiz menimcha. Mana ko'rishingiz mumkin. Zaxirani o'zida ham bemalol juda ham kuchli 3 ta hujumchi bor. Xo'p, o'ng qanot hujumiga ikkala ayoqda ham yaxshi o'ynaydigan Usmon Dembele 86 reytingda Dallasda va hozirda Fransiyani, agar Fransiya bilan jahon chempioni bo'lsa, oltin to'pga yana da'vogarlik qilishi mumkin bo'lgan o'yinchilardan biri. Va yana bitta oltin to'pga da'vogarlik qila oladigan yana bir o'yinchi Olise haqiqatan ham hech qaysi terma jamoada Dallasda 86 reytingli o'yinchilar 3 ta emas. Buni ham aytib o'tish kerak. Olise ham Bavariyada juda ham zo'r mavsum o'tkazdi. Agar jahon chempionatini ham yutsa, o'z hissasini ko'proq qo'shsa, u ham oltin to'pni yutishi. Va Kylian Mbappe bu mavsum Realda bironta ham sovrinlarsiz yakunladi, ammo to'prar bo'ldi, to'g'ri yaxshi statistika qayd etdi, ammo bu to'g'risi kamlik qilishi mumkin. Jahon chempionatida ko'p gol urib, o'zini yorqin ko'rsatsagina oltin to'pni olishi mumkin. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, hujumi juda ham zo'r. 3 ta hujumi vashshi dunyoning eng kuchli o'yinchilari desa ham bo'ladi. Va markaziy hujumchi Turam yaxshi mavsum o'tkazdi Interda. Inter bilan chempion bo'ldi.
yarim finalgacha bordi. To'g'risini aytganda yaxshi mavsum o'tkazdi u ham. Hop, o'zinglar fikringlarni qoldiringlar. Sizlarga bu Fransiyani jamoasi bilan oltin to'pni olish qanchalik oson o'yinchilari va jahon chempionatini yutadimi Fransiya? Fransiyani hozirgi tarkibiga 1 dan 10 gacha baho berib ketinglar va albatta videoga like, obuna esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.